Saturunni ko'tarilib ketishi bularga yoqmadi. Har xil bahonalar qilib orasidan chiqarib yubordi. Avvalambor assalomu alaykum, meni kuzatadigan dostoyni mujik jigarlarim. Videoga like bilan podpiska bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar, men ham bir o'z fikrimni bildiraman. Ko'pdan beri e'tibor berib kelyapman, mana yaqinda mana shu tema ikkita videoni bittasi mana shu muammo chiqib qoldi. To'g'risini aytsam, Saturn zaminetiy bo'lib ko'tarilib ketdi. Bularga shu narsa yo'qmadi. Bahonalar qildi, orasidan chiqaryapti. Nima emish? Mani so'kdi, qimorni reklama qildi. Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik sportsmenlar qimorni reklama qilyapti, blogerlar qilyapti. 3-4 so'm noni. Qimorni reklama qilgan bilan aqli hushi joyiga insonlar qimor o'ynamaydi. Qimor o'ynaydiganlarning temasi boshqa narsa. U masalan bir inson borib sen jarga taylagin desa, aqli hushi bo'lsa taylamaydi-ku. Shunday narsa jigarlarim. Bu bir. Keyin meni so'kdi deyapti. Endi yosh bola so'kinadimi, boshqa qilganmi? Bu bir jiddiy bir katta muammo bo'lmagan. Eng katta muammo nimada bilasizlarmi? Saturnni ko'tarilib ketayotgani. Daji bulardan ko'ra jang bo'yicha emas, sportsmen bo'yicha emas, mashhurlik bo'yicha bulardan ko'tarilib ketdi. Muhriddindan ham shu nima deydi, Amirxondan ham ko'tarilib ketdi. Yanada ko'tarilib ketmaslik uchun buni ostagina chetlatdi. Meni o'zimning fikrim mana shu. Qimorni reklama qilmayman deb menga $90,000 taklif qildi reklama uchun deyapti. Bir qiziqib ko'ringlar-da, UFC'ga urushadigan moshniy jangchilarning ko'piga ham $90,000 taklif qilmaydi. Bu ham bir PR, qarochi, o'zini o'zi ko'tarish. Amirxonni o'zi ham adini ekspert reklama qilib yuribdi-ku. Mana yoniga yuribdi mana. Saturnni ko'tarilib ketayotgani ko'pchilikka yo'qmayapti. Men Saturn tarafini olmayman. To'g'ri, bir sal jinni ketdi xarakteri bor, jinni ketdi gaplari bor. Buni hamma biladi. U chiqib kelishidan boshlab mana shunaqa bir katta gapirib, shunaqa qilib o'zini o'zi PR qilib ko'tarib shuytib tepaga chiqib oladigan bala u. Yosh balada endi nima deysizlar? Lekin shu yosh balani ham qiliqlarini kechirib, masalan, tarbiyalab olsa bo'ladi-ku. Arzimagan narsadan ko'tarilib ketayotgan balani oyog'idan chopish. Muhriddin o'zi ham mana Muhriddin shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, atmetga qilib qo'ying. Janglarini ko'rdim, yig'lab, siqtab yurgan oktagon ichida, yig'lab, siqtab, meni berimga tepdi, beg'im sinib ketdi, mana beri sinib ketdi deb sharmanda qilgan videolarini ko'rganman-da. Amirxonni o'zini ham oktagon ichiga yengilib, yig'lab yurgan paytlarini ham ko'rganman-da. Lekin Saturn hali yutqizgani yo'q. Ilohim yutqizmasin u. Odam bunchalik bo'lmaydi. Saturn endi senga bitta gap. Bo'ldi. Aka desang ham tan olmayaptimi, bor ket deyaptimi? Joning sog' bo'lsin-da, bo'ldi, ket. O'zingga ishonasanmi, kuchingga ishonasanmi? Dakansa oldinga qarab harakat qil. Yutasanmi, yutqizasanmi, bo'ldi, sen zaminetiy insonsan. Blogerlik bilan ham shug'ullansang ham noningni topib ketaverasan. Dastoyni harakat qilib zo'r jang qilavergan, o'zi senga dastoyni sportsmenlar poddержкаga chiqadi. Sponsorlaring ko'payadi. To'g'risan, qishloqda jaydari bir qishloqda balasisan. Gap bo'lishi mumkin emas. Kambag'alsan, o'zing aytib chiqayapsan. Shunga qarab harakatingni rizq Allohdan. Shu narsani esdan chiqarma. Mana bu ikkalasi senga rizq bermaydi. Rizqni Alloh beradi. Agar peshonangga mana yeringa rizqing yozilgan bo'lsa, yana seni qabatiga oladigan insonlar chiqadi. Qo'y obro'yingga putur yetkazib, bu ikkalasiga elanjal. Bular ham bir nima deydi? Men uchun, iminni men uchun bir chala sportsmenlar. Yutib, yutqazib, shutib yuradigan insonlar. Sen hali yutqazmadingmi? Dakansa gazini bosgin, oldinga qarab harakat qilgin. Alloh taolo seni omadingni bersin. Bu ikkalasini sen uchun kuzatib yurardim, to'g'risi. Yutqizsa ham, yig'lab siqtasa ham oktagonning ichida nima qilsa ham sen uchun kuzatib yurardim. Bu ikkalasini endi bundan beri kuzatmayman. Gazini bosib oldinga qarab harakat qilgin. Surxondaryodanmisan, Qashqadaryodanmisan, O'zbekistondanmisan, bo'ldi. Zemlaksan, seni qo'llab-quvvatlab O'zbekiston poddержкаga chiqadi. Kerak bo'lsa, O'rta Osiyo poddержкаga chiqadi. Faqat tiling bilan emas, harakating, janging bilan, kuching bilan o'zingni ko'rsatgan beg'i Allohdan. Gazini bosgin, qarab o'tirmagin bularga. Bular prosta orasidan seni shunday siqib chiqarib yuboryapti.
Chunki sen uni mashhur bo'lganing bularga yo'qmadi. O'tib ketdi. Hali oxirgi jangga yutganing uchun ham shularga bir rahmat aytmaganing, shularni bir esga olmayin aytibsan-ku, esimdan chiqib ketdi. Esingdan chiqib o'sha aytmaganliging bularga vobshe yo'qmayapti. Xullas o'ziga yaqin yo'latkisi kelmayaptimi, shular orasidan chiqarmoqchimi? Ana suymaganga suykalma degan gap bor. Suykalmaganda gazini bosib harakat qilgin, tirrobkangni bosgin. Aytayapman-ku, bulardan ham zo'r sportsmenlar seni yoniga tortib olib, bulardan ham kuchli, nima deydi, sponsorlar seni yoniga tortib oladi. Muhimi o'zingni ko'rsatsang bo'ldi. Jigarlarim, videoga like, podpiska bosib, uchalasini ham atmetga qilib taylanglar, uchalasi ham ko'rsin. Bu meni shaxsan o'zimning fikrim, boshqalarning fikri emas. Men bularni so'kmadim, haqorat qilganim yo'q. Prosta o'zimning fikrimni aytdim xolos. Jonlaring sog' bo'lsin, addush hurmatdasizlar.